Assalomu alaykum aziz birodarlar. Mana Dubay bo'ylab sayohatimizni boshladik. Sayohatimizni Dubayni juda yaxshi biladigan yigit mana bizni sayohat qildiradi. Assalomu alaykum hammaga. Sog'liqlaringiz yaxshimi? Mana hozir biz Dubayning Motor City degan rayonidamiz. Telefon qolgani o'ptim joyi Banyas metrosiga qarab ketyapmiz. Tabiatni ko'ringlar, Dubayni ko'rib baho beringlar. Bizni qo'llab-quvvatlashni unutmanglar. Sizlarda qo'llab-quvvatlashlaringiz biz uchun yana shijoat beradi, yana ham yaxshi videolar chiqaramiz. Aytganingiz kelsa ukam. Bu joyda men birorta Chevrolet markasini ko'rmadim-da. Ko'proq yaponskiy mashinalar ekan-a. Toyota, yana qanaqa nimalar markalar bor? Toyota, Lexus, Nissan, Honda. Sababi Dubay iqlimi issiq bo'lganligi sabab mashina o'zini sovutishga ulgurmaydi boshqa markadagi mashinalar. Ular shu muhitga moslashgan, chang, issiq moslashgan. Shu sabab bu mashinalarda buzilmasligi uchun Toyota minishar ekanda ko'proq. Toyota. Avtoservislar o'ziga yarasha qimmat, zapchast topish muammo emas. Odamlarda ishidan qolib, vaqtini yo'qotganga arzimaydi. Shu sabab buzilmaydigan mashinalar minishadi. Keyin ko'chalariga ham men e'tibor berdim. Nihoyatda keng ekan ko'chalari. Ko'chalari keng, 5 ta polosali. Piyodalar uchun alohida yo'li, velosipedlar uchun ham bu tomonda qarasangiz, sariq yo'lga qilib qo'yilgan, bu alohida velosipedlar yuradigan yo'l. Bu tomonda piyodalar yurishi mumkin emas. Piyodalar yo'li bir qora yo'lda yurishadi. Velosipedlar uchun ham alohida yo'laklar bor ekan. Mana bu sariq yo'li shu trottoarda qurilgan. Velosipedlar uchun. Albatta qurilish kompaniyalari ham ko'p ekan-a, Ilyorjon. Qurilish kompaniyalari ko'p. O'zimizda asli vatani O'zbekistonlik bo'lgan Azizbek aka ochgan, Azizi firmasini ochgan, juda ham katta qurilish kompaniyasi. Top 10 talikka kiradigan qurilish kompaniyasi. Hozir mana ko'pga bo'yalgan kranlar ashbolaniga o'xshayapti, Azizi yozilgan ekan. Ba'zi biri soppa ekan, hozir ko'rib qolsam. Ko'rsataman, bu soppa ekan, bu ham xuddi o'sha top 10 talikka kiradigan qurilish kompaniyasi. Yo'llarda hozir ko'rib qolamiz. Bu sobxa ekan-a? Sobxa bu. Keyin qurilishlar ham o'zgacha qurillar ekanda. Shu pastdan burilib qurib chiqib ketar ekan, kranlar ham o'zi degan kranlar. Kranlari o'zi bilan. Keyin qarasangiz, o tepa qismida qora to'siqli joyi bor. Ko'ringan. Sizlar uchun ham bu xavfsizlik qo'rqinchni yo'qotadi. Umuman yer ko'rinmaydi. Qancha balandlikda ishlasa ham bemalol qurib, o'zini xuddi yerda ish qilayotgandek his qilib ishlashaveradi. Xavfsizlik birinchi o'rinda. Qora narsalar turibdi-yu, shu betonga yopishtirilgan. Shu. Shu billa chiqib ketadimi qurilayotganda? Qancha bino qurilgan sari bu ko'tariladi. Tepasiga ko'tarilib chiqib ketaveradi. Ishchilar ham shu bilan birga etapma-etap tepa qavatlarini qurib ketishaveradi. Qurilish ham nihoyatda ko'p ekan. O'ta ko'p ekan qurilish bor-ku. Har bir qadamingizda qurilish bo'lyapti. Keyin e'tibor berdim, Hindistonliklar juda ko'p ekan-a bu Dubayda. Shu ular arzon ishlashgani uchun, keyin issiqqa bardosh berib ishlagani uchun bularda ko'proq ishchi sifatida olib ishlatishadi. Boshqa mamlakatdan kelgan ishchilar bunchalik issiqqa chidamaydi deng. Ishlash olmaydi. Shu sabab Hindiston, Pokiston ko'proq qurilish sohasida. Xo'p, keyin bizda redki ko'rinadigan mashinalar albatta qadamingizda ekanda. Eng prostoy mashina ham bizda Malibu'dan urovni baland deb o'ylayapman. Hozir mana Kia qanaqa mashinada yuribmiz? Biz Kia Optimada yuribmiz. Nihoyatda mashina zo'r ekan, komfort. Men endi O'zbekistonda Cobalt minaman. Cobalt juda zo'r mashina deyman. Haqiqatda ham zo'r mashina-yu.
Ammo Kia Optima bundan ancha urovni baland ekan rost. Tezlik olishi, razgon, yumshoqligi. Salga razgonlar ekan mashina. Bizga ham shunaqa sharoitlar bo'lar, xudo xohlasa vaqt soat kelganda. Tabiatni qarang. Tabiat ham o'ta go'zal ekan-a. Shu mana qurilish shahardan shunchalik yaxshi makonga aylantirishgan. Keyin men bitta ko'l ko'rib qoldim. Ko'lda Elyorjon tarixini aytib berdi. Sisternalarda suvni mashinalarda olib kelib to'ldirgan ekanda, shu darajada qarang. Cho'l hosil qilgan yo'q joydan. Odamlarga komfort qilib beramiz deb. Keyin yo'llariga e'tibor beringlar, mana palasali bitta, ikkita, uchta, 5 ta palasa. 5 ta palasa, har bitta palasani mana mototsikl yurishi mumkin emas. Birinchi, 3-chi palasalarda. Qolgan palasalarda yuraveradi. Yuk mashinalar, mototsikl, shunga o'xshash transportlarda birinchi, ikkinchi, 3-chi palasada yurishi taqiqlangan. Agar yursa kameraga tushadi. Faqat ikkita eng oxirgi palasalarda yurishadi. Har bitta palasani o'zini tezligi bor. Keyin bizda mana oxirgi palasada tezlik yuqoriroq bo'ladi-yu. Shu betonga yaqin joyda. Bularda oxirgi palasada tezligi necha belgilanadi ko'proq? Hozir bu yerda 90 ekan. 90 belgilangan bo'lsa ham, lekin plus 20 yurish mumkin. 110 yurishingiz mumkin. 110 gacha yuraverar ekansiz. Mana 90 qilib belgilangan. Hop, 90 qilib belgilangan joyda plus yana 20. Plus 20. Plus 19 yuraverasiz. 19 yuraverar ekansiz. Mana yo'llari, mostlari, tekizligi o'ta tekis. Mitsubishi, Toyota, Nissan. Ko'proq Toyota-ya. Ha, shu. Shu avtomobil. Toyotani sevishar ekan albatta. Keyin taksilariga ham e'tibor berdim. Faqat Toyota Corolla'da ko'proq Corolla minishar ekan, Toyota Corolla. Camry, ha. Toyota Camry. Shu ikkala mashina ko'p ekan. Ertalab biroz probka bo'lganligi sabab probkaga tushib qoldik. Ha, ozmoz probka ham bo'lib turar ekan bitta ham. Buni ham endi juda probkada bo'lmaydi, mana. Normal harakatlanyapmiz. Mana qattiq qaramang, qurilish uzoqda. Hozir sal yaqinlashtirdik. Ko'ryapsizlarmi? Hamma yo'qda qurilish. 90% qurilish ketyapti. Keyin yana men bitta qiziqqan narsam bitta o'zini aholisi juda kam ekan. Bat haligi dunyoda markaziga aylanib boryapti ekanda, nimagaki juda turistlar o'ta ko'p. Butun dunyodan kelgan odamlarda o'zini xalqini ham ko'rdi endi, oz ekan, kam ekan o'zini xalqi. Asosan turistlar. Bugun endi videomizni sifatini ko'tarish maqsadida yaxshiroq telefon olmoqchimiz. Elyorjon ukam maslahat beryapti menga, aka telefoningiz sifati jicha pastroq deyapti. O'shanga yaxshi kачествоda video oladigan telefon olamiz. Hozir o'sha telefon sotadigan joyga ketyapmiz, xudo xohlasa. Inshaalloh ma'qul kelsa, xudo xohlasa olamiz. Antiqa mashinalar serob ekan bitta. Mana oldimizga Mercedes o'tib oldi. Bu qanaqa marka bilmayman, S200 ekan. S200 buni qaranda celый tom panorama ham ochiladi. Cabriolet sifatida minib turaverasiz. Tezligi ham yaxshi bo'lsa kerak, ko'rinishidan. Tomi celый. Nima bo'lgan? Elyorjon, keyin Dubayda men ikki xil Kia'larni ko'rdim-da, bir xilgisiga Kia yozilgan, bir xilgisiga Kia yozilgan. Nima farqi ikkovida? Kia yozilgani bu O'zbekistonda ishlab chiqarilgani, O'zbekistondan eksport bo'lgan variantlari. Kia deb yozilgani bu Koreyada ishlab chiqarilgan. Bu o'sha koreyskiy varianti.
bo'lsa, a'si yo'q bo'lsa, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan variant. Endi men rost gap shu gapga qandaydir ishonmagan deb o'ylayapman-da. Nahotki dunyoda eng rivojlangan davlatlariga biz O'zbekiston mashinalarini eksport qilayotgan bo'lsa. Shu biz mashinalarimiz hayratda qoldim men. Butun ko'plab davlatlarga eksport qilyapti. Dubayda ham minib yurishibdi. Dodge ekan-a bu mashina. Dodge ekan. Sportivniy mashina. Sportivniy mashina. Nissan Patrol'da yangisi. O'tib ketgan qora. Nari katta, baland bahaybat. Lexus, Range Rover, Toyota. Kia mana bu Kia bunisi Koreyada ishlab chiqarilgan. Oldimizdagi Kia. Kia bo'lsa u nariga o'tib ketgani. Nariga? Kia. O'sha O'zbekistonda ishlab chiqarilgan. BMW, GMC, hamma yo'q qurilish. Mana bu Emar kompaniya birinchi Dubayda ochilgan qurilish kompaniyalaridan. Emar, Damak, Burj Khalifani Emar kompaniyasi qurgan. Burj Khalifani qurgan kompaniya ekanda. Shu. Endi e'tibor berib qarasalaring, qarang, faqat qurilish. Butmas, tuganmas qurilish ekan bitta. Hozir bir 10% zdaniyalar butgan, o'shanda ham juda chiroyli. Qolgan mana 90% qurilishlar ketyapti. Endi bular osmon o'par bino bo'lsa kerak ko'proq. Mana hali qurilish ketyapti, davom etyapti, to'xtagani yo'q. Keyin e'tibor beringlar, qurilish ketyapti, lekin atrofdagi tabiat ham yashillik. Qurilishdan chang chiqqani yo'q. Shu tomonga ham e'tibor berishadi. Keyin kompaniyalar. Men beton quyilishlariga e'tibor berdim-da, mashinani stoyankaga olib tushganimizda bitta baland binoda tagida stoyankasi bor ekan, olib tushdik. O'ta silliq quyilganda beton. Vibratsiya bilan quyiladi. Juda mustahkamga o'xshadi. 3-4 qavat to'qib chiqiladi armaturadan. Anu ko'k mashina Toyota anaqa u mashina? Toyota bilmadim. Endi turi ko'payganda hammasini ham bilolmaysiz-da. Moslarga e'tibor bering, moslari. Oz uzoq masofada ustun qo'yilgan, lekin mustahkam. Mustahkam. Juda silliq quygan-da, qarang. Bizda ham shunaqamiki? Xohlasa bizda ham quriladi. Zdaniyalarni qarang. Shaxmat bo'lyapti hamma yo'q. Shu bu shaxmat bo'lib qurilgan rayon Emirat Hills. Emirat Hills. Xullas mega shahar ekan-a? Mega shahar. Dubai Hills. Hamma tomonidan Dubai Hills. Ana yozuvdan ko'ringan bo'lsa, ana rayon Dubai Hills. Keyin men o'zimizda bir narsaga e'tibor beraman. Misol bitta joyda qurilish ketayotgan bo'lsa, endi qurilish bo'layotgan joyga katta mashinalar kirib chiqishi ko'p bo'ladi-ku. Shu asfaltgacha kerak bo'lsa chang g'uborini olib chiqadi-da. Batta qurilish bo'layapti, bir 10 metr bu tomoni tozada birorta bir chang yo bir loy bir narsa chiqqanini ko'rmaysiz asfaltga. Shu birinchi o'rinda atrof muhitda saqlab qolish. Mana qurilishga armaturalar ham tayyor holatda kelar ekan-a. Qurilgan tayyor razmerda ishchilar xavfsizlikni saqlash uchun turishibdi. Xavfsizlikni saqlash uchun turishibdi. Mister Indiya qo'liga ikkita tayoqchani olib yuribga qilyapti. Haligi Hind aktyori bor edi-yu. Oti nima edi? Esimga kelmayapti. O'shani avlodlarida endi xullas hozir oti esimga kelmadi. Raj Kapur. Juda ko'pchilik Raj Kapurga o'xshar ekan. Mo'ylovda ham xuddi shuni qilib qo'ygan. Raj Kapurni o'zi juda ko'p hindlar shu Raj Kapurga o'xshar ekan. Bekatlarimiz xuddi shunaqa. Aslida bo'lsa, lazerli stanokda qilgan ekan-a. Shu narsalarni o'zimizga ham olib borish kerak, Elyorjon. Xohlasa, ana rejalar bor. O'zimizda ham xuddi shu shakldagi besetkalar. Bu endi reja deyapsiz, ko'p narsa rejada qolib ketadi. Shuni aniq qilish kerak-da, nima deysiz? Aniq
aniq planlarimiz ham bor. Nasib bo'lsa 1 oy yoki 2 oyda atrofida lazerli apparatlarimiz keladi. Buni aytgan radiusli bukib beradigan gip apparatlari hammasi qo'yiladi. Endi O'zbekistonda deyapsiz-da. O'zbekistonda. Hozir bu yerga damogani kelganmiz-da, to'g'rimi? Damogani keldik. Xudo xohlasa mana bir hafta shu yerda yurib o'rganamiz. Endi yaxshi niyatda kelganmiz. Haqiqatan ham o'rganadigan joy ekan-a, ko'p narsani. Ularni dizaynni to'g'rilab, o'zimizga borib, biz ham mamlakatni Dubayda chiroyli qilish niyatimiz bor. Mayli, niyatingizga yeting uka. Yaxshi niyatda keldik. Svetoforlar ham uzoq yonar ekan, chunki endi yo'l nima ham, qatnov ham juda serqatnovda endi. Shu 5 ta palasa ham vaqti kelsa probka bo'lib ketyapti. Endi probka ham o'ta probka deb bo'lmaydi bu yerda. Normalni ketilyapti mashinalar. Keyin men e'tibor bergan narsam juda nidorojnik ko'p ekan-a, katta mashinalar ko'p ekan bu yerda. Shu xalq sevadimi deyman-a? Xalq yaxshi ko'radi, sababi bu yer qumloq vatan bo'lgani uchun qumlarga borib, safariylarga borib mashinalarni yurishni yoqtirishadi. Erkak kishini ulovi zo'r bo'lish kerak degan bularda naql fikr bor-ding. Status ham shunga qarab belgilansa kerak, mashinasiga qarab. Mingan mashinangizdan ham taqilgan nomer. Nomeringizni soni qanchalik qisqa bo'lsa, masalan, bir xonali son bo'lsa, demak siz juda ham katta joyda ishlaysiz. O'ziga yarasha avtoritetingiz bor. Agar ikkita sondan iborat raqam bo'lsa, siz ham qanaqadir katta kompaniyani direktorisiz yoki menejerisiz. Qarab turib baho berishadi. Men endi tushunishim bo'yicha hozir qancha nol raqami ko'p bo'lsa, shuncha boyvachcha hisoblanar ekan-a? Yo'q, bir xonali bo'lsa, masalan. Bir xonali, ha. Bu 5 xonali mashina nomeri. Tushundim. Hozir yo'llarda ko'rsataman. Bir xonali, 2 xonali nomerlari bor. Tushundim. Masalan, oddiy 7 Ulug'bek akada ham O'zbekistonlik biznesmen hamma taniydi. Nomer 9. Ana ko'rdilarmi? Bitta nomer bor ekan, faqat 9. Bu degani bu odam nihoyatda Dubayda avtoritet odami, o'ziga yarasha puli bor, kompaniyalarning boshlig'i. Shu bahoni berib turadi. Oddiy taqilgan nomer. Endi bo'ldi. Men ham xudo xolasa hozir nomerlarga e'tibor berib ketaman. Ana men sevgan mashina qora Porsche Taycan ekan-a? Yo Taycan emasmi? Porsche zo'r mashinada. Endi hammaga har xil mashina yoqadi. Yigit borki, erkak borki, ko'pchilik texnikaga qiziqadi. Shular qatori biz ham qiziqamiz. Bitta endi bunaqa unikalniy mashinalar oddiy holat ekan. Bu biz ketayotgan hozir yo'limiz maksimalniy tezlik 120, lekin hozir sal probkaligi sabab sekinroq yuribmiz. 120 tezlikda belgilangan ekan bu yo'l. Endi 137, 138 yursa ham bo'laverar ekan. Fransiyaning mashinalari ham bor ekan-a? Peugeot, Citroen. Taksimiz Toyota Camry ekan-a? Camry. Eng qizig'i Xitoyning mashinalari ham serob ekan. Jetower ko'rdim mana. Jetower endi shu 1-2 yildan beri kelyapti. Keyin BID xani ham ko'p ekan. Ko'p emas, endi onda-sonda uchrab turibdi. Defender degan ekan-a uni. Mashinalardan biri. Defender. Endi mega shaharlarga bunaqa katta voltli elektrlar ham keladi, mana ko'ryapsizlar. Egala tomonidan qatdan o'sha bir bu yerda endi ko'proq qanaqa energiyadan foydalanishadi? Asosan quyosh panellaridan. Quyosh panellarini qo'yishgan. Tashqari
ko'tariladigan turklar ham bor. Xudo xohlasa Burj Xalifaniki ham ko'rgani muyassar bo'lamiz shekilli. Xalifa agar syomkamizga tushayotgan bo'lsa, to'g'rimizda turibdi. Qani yaqinlashtirib ko'ramiz. Ko'rinyapti, endi muxlislarimizga ham ko'rinadi. Shu ertalabda jiddiy tuman bo'lar ekan, nisbatan. Endi tuman ham deb bo'lmaydi-ku, changmi bu? Chang bu. Sahro yaqin bo'lganligi sabab changi kelar ekan. Hozir biz shahardan tashqarisi bilan ketyapmiz, sababi ozroq probka bo'lganligi uchun shahar chekkasini aylanib o'tyapmiz. Keyin navigatorlar ham zo'r ishlar ekanda, men tan berdim. Bu yerdan navigator ishlatmasangiz yo'lni topolmay qolasiz. Qaysi yo'nalishdan burish, qaysi mostga chiqilish bilmay qolasiz. Mana mega shahar, haqiqiy mega shaharga kelyapmiz. Aziz birodarlar, shahar sentriga qarab ketyapmiz. Dunyodagi eng baland bino Burj Xalifa ham ko'rinyapti mana. Chang borligi uchun juda tiniq ko'ringan yo'q-u, ammo lekin biz ko'ryapmiz mana. Binolarda ham turi ko'p ekanda endi. Binolar. Turi ko'p. Yo'llarda qarang-da, mashinalar yurishi taqiqlangan 5 ta polosada. Tepasiga belgi qo'yilgan. Juda chiroyli. Yo'llari keng, chiroyli. Hozir biz 7 polosaligi yo'lda ketyapmiz ekan. Men bu sariq polosadan bu yog'i tez yordam mashinalari uchun, militsiyalar uchun ajratilgan yo'li. Yoki mashina buzilib qolsa, shu yo'lga olib qo'yasiz. Yo'lga olib, evakuator chaqirish uchun belgilangan yo'l. Juda go'zal shahar ekan, rost. Endi bunaqa qurilish qilish uchun ham davlatning ham juda katta puli bo'lishi kerak. Keyin yana men bir narsaga e'tibor berdim. Batta biznes qilish juda oson ekan. Hech qanaqa nalog, bir nima yo'q ekan, adashmasam. Biznes ochish juda oson. Sizga imtiyozlar bor, nalog to'lanmaydi. Mijoz sotib olgan mahsulotidan, har bitta mahsulotdan VAT solig'i bor. Xuddi shu soliq to'lanadi. Tushunarli. Ishlab chiqargan mahsulotidan soliq berilmaydi. Mana ketayotgan mashinamiz 972. Bu mashinadan ham qimmat turadigan nomer. Nomer mashinadan qimmat turar ekan, qarang. Mana bu Tesla'ning yangi chiqqan mashinasi qora. Model Y. Oxirgi versiyalardan. Endi bunaqa imkoniyatni bergandan keyin hamma foydalanadi-da. Misol xohlagan yurtdan kelib turib, biznesingizni shunday boshlab ketaverar ekansiz. Hech qanaqa to'siqlar yo'q ekan. Shu ham nima bo'lyaptimi deyman-da, buni davlat rivojlanishiga deyman-da. Juda ko'p butun dunyodan kelib biznes qilishyapti-da odamlar. Ishlab chiqargan mahsulotingizni sotish uchun portlar bor, logistik markazlari bor. Dunyoni istagan yerga yetkazib berish oson, qulay. Shu sababli ham ancha rivojlanish bor. Tinch mamlakat. Xullas biznes qilish uchun o'ta qulay joy ekanda. Shu. Qulaygan binolarni qarang. Bu chap qo'limiz biznes bay deb ataladigan rayon. Mana ko'rinayotgan bo'lsa, qashti 70% bino hali qurilyapti ekan-a? Shu. Bitib tugallanmabdi hali. Davom etyapti ekan qurilish. O'ta go'zal shaharlar ekan. Endi mana cho'ldan chang kelyapti deyapsiz. Shu changlar yo'lda ko'rinmayapti-da. Qandaydir yo'lni yo tozalaydiganlarni ko'rmaysiz. Qanaqa tozalanadi batlar? Asosan kechasi qatnov kamayganda soat 12dan keyin, tungi 12dan keyin maxsus texnikalar yo'lda ma'lum bir qismini yopib qo'yib, tozalash ishlarini olib borishadi. Tushundim. Endi bu ham ancha mehnat talab qilsa kerak. Ancha texnika, asosan ishda texnikalar bajargani uchun
ham endi maxsus tayinlangan odamlar qilsa kerak. Verxalaz deydi o'zi asli. Balandlikda ishlaydigan odamlar. Maxsus tepalikdan qo'rqmaydigan jihozlar bilan jihozlangan odamlar. Yana bir narsa so'rayman sizdan. Mana juda professional shopirlar ham menimcha adashib qolsa kerak agar nima bilan yurmasa, navigator bilan. Navigator bilan yurmasangiz, anchadan qiynalasiz. Avvalda birdana burilishdan boshqa yoqqa o'tib ketib qoladigan bo'lsangiz ham, siz 30-40 kilometr aylanib qaytib kelishingizga to'g'ri keladi. Shuning uchun navigator qo'yib ishlaganimiz ma'qul. Yo'llar ham o'zi labirintga o'xshar ekanda. Shu qaysi polosada yursangiz, har bitta polosa boshqa yo'nalishga o'tib ketib qoladi. Mashinalar reklamasi qarang, Dongfeng reklama qilib mana aytgan. Xullas Xitoy ham kirib kelyapti ekan batga. Hozircha kam. Toyota. Avtobuslar почти 100% Toyota ekan-a? Ha, o'sha. Oldimizda ketayotgan mikroavtobus ishchilardan ishxonaga olib borib keladigan mashina. Endi ishchilarga ko'p ham e'tibor yo'qmi deyman, nima? Eski mashina, qarang. Ko'proq shunday, ular arzon ishchilar, masalan, qurilish sohasida ishlaydigan ishchilar, ular uchun juda ham komfort bo'lmagan mashinalarda ham ishlatishadi. Endi e'tibor yo'q deb bo'lmaydi, chunki mana piyoda qo'ygan yo'q, o'zi olib borib olib kelyapti ishxonaga. Bu ham zo'r deb o'ylayman menimcha. Bir so'm sarf qilmaydi. Joy bilan ta'minlaydi, transport bilan ta'minlaydi, sug'urtasi, tibbiy sug'urta bilan ta'minlaydi. Ishchilardan faqat yaxshi mehnat. O'shanga yarasha mablag'da ham yaxshi oladi. Qurilish sohalarida oz. Sizda qancha bilimingiz ko'p bo'lsa, shunga yarasha o'ylay olasiz ekanda. Lekin qancha yaxshi mehnat qilsam, oila yaxshi olarkanman degan narsa bitta. Bilimingizga qarab, bilimingiz yaxshi bo'lsa, shuncha ko'p olasiz. Tushunarli. Yonimizda mashina Audi, GMC, Toyota. Nedorожникlar ham ko'p ekan. Men shunga hayratda qoldim. Sizga ko'proq qanaqa mashina yoqadi, Elyorjon? Menga yoqqan asosan Toyota, Tesla. Teslani yaxshi ko'rasiz-a? Tesla zo'r, baribir. Ukamcha o'zini kamtar ko'rsatgan bilan Tesla mashinasi bor. Meni yurardi Teslada. Bizga ham nasib qilsin deb. Yetkazdi. Yaxshi. Infinity o'tib ketgan. U narigi chekkaga. Endi tezlikni yaxshi ko'radigan odamlar ko'proq mana shunaqa elektromobil olyapti hozir. Razgon zo'rda bularda. 7 sekundda 100 ga chiqadi. Ishdan charchab kelganingizda yoki o'zingizni maza qilib his qilmoqchi bo'lsangiz, adrenalin. Adrenalin olaman degan odamga. Siz maza qilib ishlaysiz keyin. Manzilimizga yetib qoldingmi, Elyorjon? Hali ko'pmi yo'q? 13 kilometr qoldi, lekin probka hisobiga 22 minut ko'rsatyapti. 22 minutda manzilimizga yetib borar ekanmiz. Yetib boramiz. Xudo xohlasa videolarimizni sifatini yaxshilash niyatimiz. Agar ko'rinayotgan bo'lsa, Azizi binoni tepasiga yozib qo'ying. Shu hozir yaqinlashtirib ko'raman. Azizbekani qurilish kompaniyasi. Azizi deb yozilgan joylar shu o'zimizni O'zbekistonlik akani firmasiga tegishli ekan. Endi baribir foydasi tegsa kerak deb o'ylayman O'zbekiston xalqiga, chunki ko'proq o'zbeklarda ishlatsa kerak, nima deysiz? Ichki dizaynda, remont ishlarida ko'proq o'zbeklar ishlaydi. Binoni qurish qismlarida boshqa millatlar, ko'proq hindlar. Batta o'zbeklar ham mutaxassislar ko'p ekan, o'zbek mutaxassislar, injenerlar, dizaynerlar, ular anchagina